1 gram go'shtsiz kotlet. Bunaqa kotletni aniq yeb ko'rmagansiz. Qani ketdik. Bismillah deb ovsyankaga qaynoq suv quyib 15 minutga uvitib qo'yamiz. Ovsyanka tayyor bo'lguncha kartoshka, piyoz, chesnokni artib qirg'ichdan chiqarib tayyorlab qo'yamiz. 15 minutdan keyin piyoz, kartoshka, chesnok, tuz, murch solib aralashtiramiz. 10 minutga olib qo'yamiz bir chetga. 10 minutdan keyin qo'llarimizni sovuq suvda suvlab, kotletlarimizga forma berib olamiz. Skоворodkaga yog' solib, qizdirib qo'yamiz. Keyin kotletlarimizni ikki tomonni qizartirib, qovurib olamiz. Juda ham mazali va foydali, parhezdagilarga ham to'g'ri keladigan kotletlarimiz tayyor. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Oila a'zolaringizga albatta yoqadi. Retsept yoqqan bo'lsa, yurakchani bosib qo'ying.